Shashlik qilgani joy topish Koreyadagi eng katta muammolardan bittasi bo'lsa kerak. Bugun o'zimiz tekshiruvimizdan o'tgan bitta yo'lini o'rgatib qo'yaman. Shanba kuni bittagi to'satdan shashlik qilgani ketib bordik. Bir kun oldin ham ertalab ham bunaqa plan yo'q edi. To'satdan mana shunaqa plan bo'lib, yig'ilib mana shu joyga keldik. Inchondagi bitta dengiz bo'ylaridan bittasi. Dengiz bo'yida olov yoqish mumkin emas. Shunga ayda qilib bo'lmaydi. Mana uychalardan bittasini olaylikmikin yo ana go'shxona bilan gaplashib shuga qo'yib qilaylikmikin deyotgandik. No bitta tog'a chiqib bizga aytib qoldi. Mana shu yerga bemalol joyni solib shashlik qilsanglar bo'laveradi dedi. Faqat bitta sharti bor, o'zlaringdan keyin hamma yoqda chiroyli qilib yig'ishtirib ketinglar. Chet elliklar kelib, hamma musurni qumnicha ko'mib ketyapti deb aytdilar. Bo'pti deb, sekin shashlikni boshlab yubordik. O'zi ham 10 mitta bola yig'ilib, biz kurugimiz ham borgan sari kengayib ketyapti, ko'z tegmasin. Tovoq molni go'shidan tortib, baqlajon palgarishkilargacha olib olishibdi. Ashli deb adashibman, barbekyu qilibmiz, uzrasizlar. Boshini o'zim chiroyli qilib pishirib berdim bolalarga. Bolalar ungacha dengizi bo'yida oyoq bol o'ynab kelishdi. Men oyog'im og'riyotgandi, shunga bora olmadim. Ammo mana bunaqa atmosferada, tabiat qo'ynida shashlik pishirish vaqti boshqacha bo'lar ekan. Albatta sinab ko'ringlar. Mana kadrda formati ozgina chalmat ketib qolibdi, lekin baribir ko'rganda odam ko'zi quvnaydiganligi bo'libdi. Shashlikni boshlab qolib, olib kirib tursa, yugur bo'lib qoldi birdaniga. Hamma bir tomonga yugurishni boshladi. Nima bo'lyapti ekan deb borib qarasak, mana bunaqa ta'riflab bo'lmaydigan bir quyosh botishi bo'layotgan ekan. O'zlaring ko'rishlari mumkin. Endi bu kameraga yaxshi chiqmabdi. Umuman nerealniy bo'ldi lekin video. Kechqurun mana bunaqa olovchalarni yoqib atrofida gaplashib o'tirishdi, gashti baribir boshqacha bo'ladi. Bu kadrda men alohida o'zimga go'sht pishirtiryapman, chunki bolalar taqa xom pisharalash, medium rare deydi-yu, shunaqa steakni yaxshi ko'rishar ekan. Steak mani barbekyuni. Men zo'r pishganini yaxshi ko'rardim, shunga bitta zakaznoy. Hop, adres mana shu yerda joylashgan, lekin bitta iltimos, borganlaringdan keyin chiroyli qilib hamma musullarni yig'ishtirib, hamma joyiga qo'yib ketinglar. Sizlardan keyin boradigan odamlarni ham o'ylashinglarni iltimos qilib qolardim.